Hammaga assalomu alaykum. E'tiborli markaziga BYD Atto 8 ya'ni Tang L taqdim etamiz. Bu gibrid versiyasi. Tang L ikkita pozitsiyada bor. DMI, GMP versiyalari bor. Mashinamizning mana oldidan ko'rinishi. Disklarning razmeri 21. NFC karta orqali ochib yopish, 360 kamera, head-up display, beskluchovoy do'stliklari bor mashinamizning. Salon ko'rinishlari mana. Mana ko'rsanglar bo'ladi salonlarni. Bu yerda head-up displaylarimiz bor. Abduf, abagrev, massaj, 4 ta sideniyamizda bor. Atamankalari bor. Shu bir taraf sideniyamizda. Orqaga, oldinga, pastga, tepaga. Bunda и plus spinka. 12 ta направленияda regulirovka bo'ladi. Shu bir taraf sideniyamizda. Besprovодной zaryadka telefon uchun bor. Monitorimizni mana ko'rinishi 15.6 dyuymda bo'ladi. Rulda abagrevlarimiz bor. 360 kameramiz bor. Mana start stop, auto hold sistema, bari ancha вместительный bar bilan jihozlangan mashinamiz. Bundan tashqari mana orqa ikkinchi qatorimiz 3 ta qatorli. Bu yerda podstakanniklarimiz ham bor. Mashinamiz 7 o'rindiqli gibrid, 1000 kilometrdan oshiqroq masofani bosib o'ta oladi. Bu orqa ko'rinishi. Juda ham chiroyli ishlangan mashinamiz. Panorama tom, parktronik datchiklari. Mana 3-radimiz. 3-rad noqisi yotqisi bo'ladi. Xuddi shunaqa tortib turib bu rem komplekti 12 voltli переключительlari bor. Dyna audio akustika yopilishi. Hop. Mana bu yoq qismi massajlari bor. Bu yerda ham 4 tala sideniyamizda massaj, abduf, abagrev bor. Salon podsvetka. Mana akustikasi Dyna audio. Hop. Bundan tashqari oldidagi passajirskiy sideniyamizda ham atamankalari bor. Bu yerda ham xuddi shunaqa mana. Pastga, tepaga и mana atamankasini regulirovka qilsanglar bo'ladi и mana massaji. Ko'rinayotgan bo'lsa massajlari bor. Salonimizda juda ham chiroyli ishlangan. Ko'rsanglar bo'ladi. Bu yerda ham salon podsvetkalari bor. Bu yerda ham salon podsvetkalari bor yonadi. И o'sha panoramli tomimiz juda ham keng katta ishlangan. Mashinamiz xudo xolisa noyabr oxirlariga ofitsialni sotuvga chiqish kutilyapti. Agar mashina o'zini ko'rib batafsilroq ma'lumot olaman deganlar bo'lsa, BYD Chig'atoy avtosaloniga tashrif buyursanglar, xudo xolisa o'zimizni kutib olib, полностью to'liq ma'lumotlarni berib, qolgan modellarimiz bilan ham xudo xolisa tanishtirib chiqamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Like, podpiska, komment yozish esingizdan chiqmasin.